Abituriyentlar uchun kutgan fursat keldi. Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universitetida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar fakultetida 2026-2027 yangi o'quv yili uchun qabul boshlandi. Samarqand davlat universitetida zamonaviy bilim va innovatsiyalar maskani. Bu yerda oddiy talabalar emas, kelajak mutaxassislari tahsil oladi. Har bir auditoriya yangi imkoniyatlar sari ochilgan eshikdir. Zamonaviy laboratoriyalar, texnik baza va amaliy ta'lim muhiti. Bu yerda bilim faqat nazariy emas, amaliy ta'lim bilan uyg'unlashadi. Endi esa sizni kelajak kasblari sari yetaklaydigan yo'nalishlar bilan tanishtirsak. Axborot xavfsizligi, raqamli dunyoda xavfsizlikni ta'minlaydigan, kiber hujumlarga qarshi kurashuvchi kuchli mutaxassislar yo'nalishi. Dasturiy injeneriya, dasturlar, mobil ilovalar va zamonaviy texnologiyalarni yaratishni orzu qilganlar uchun ideal yo'nalish. Axborot tizimlari va texnologiyalari, texnologiyalar, boshqaruv va innovatsiyalarni birlashtiruvchi zamonaviy yo'nalish. Sun'iy intellekt, robotlar, aqlli dasturlar va kelajak texnologiyalarini yaratadigan innovatsion yo'nalish. Amaliy matematika, matematik modellashtirish orqali muammolarni hal qiladigan, tahlil va zamonaviy yechimlar orqali ishlovchi kuchli mutaxassislar yo'nalishi. Faqatgina bu bilan cheklanib qolmagan holda, talabalar almashinuv dasturi orqali xalqaro imkoniyatlar eshigi ochiladi. Talabalar Buyuk Britaniya, Malayziya, Yaponiya, Janubiy Koreya hamda Rossiya nufuzli universitetlarida tajriba almashish imkoniyatlariga ega. Xalqaro hamkorlik dasturi orqali talabalar bilim va ko'nikmalarini yanada rivojlantirmoqda. Universitet dunyoning top mingtalik universitetlar ro'yxatidan joy olgan. Dasturlash, sun'iy intellekt va innovatsiyalar sari ilk qadam aynan shu yerdan boshlanadi. Orzular katta bo'lsa, natijalar ham ulkan bo'ladi. Kelajak kasb egalari bugun aynan shu yerda tahsil olmoqda. Texnologiyalar olamiga qo'shilish uchun eng to'g'ri tanlov. Samarqand davlat universiteti imkoniyatlar markazi.